ۋاقىت باشقۇرۇشتىكى مۇھىم پىرىنسىپلار. ئاپتورى براين چېيسى. Nişanınız aniq bo'lsin. Kishi muvaffaqiyat qozonish uchun o'zida cho'qim tövəndikidek sapalarni hazırlashi, ya'ni nishoni aniq bo'lishi, o'zining nimaga erishmoqchi ekanligini bilishi, shundaqla shu nishonni ishga oshirish istiki kuchli bo'lishi kerak. Napoleon Hill. Paqingizni, ya'ni aptor paqini kundalik eng qiyin ishga simvol qilgan. Belgilashdan va uni yevitishdan ilgari, ya'ni uni qilib puturishdan ilgari hayotingizning har qaysi sohalarida qandaq muvaffaqiyatlarga erishmoqchi ekanligingizni bekitib olishingiz kerak. Nishonning aniq bo'lishi shaxsning unumdorlik jihatdagi eng muhim omildir. Ba'zilarning qisqa vaqt ichida bir talay ishlarni qilib bo'la olishining eng muhim sababi nishon va g'oyalar jihatdagi tonishning aniqligi va shu nishon g'oyalardan chetnamasligidir. Nimaga erishmoqchi va uni qandoq ro'yobga chiqarmoqchi ekanligingiz haqidagi planingiz qancha aniq va konkret bo'lsa, so'ralmalikdan qutulishingiz, paqini yevitishingiz va ishlaringizni tamomlashingizmi shuncha osonlashadi. So'ralmalikning va istaksizlikning eng asosli sabablaridan biri nimalarni qilish, ularni qaysi tartib bo'yicha qilish va nima uchun qilish kerakligi haqidagi aniqsizlik va gangrashdir. Qilgan har bir ishingizda nishon va vazifalarni texmi aniq, konkret qilishga tirishish orqali bu xil holatdan qutulishga tirishing. Qoida qog'oz yuzida tafakkur qiling. Quramiga yetganlarning 3%ning aniq va yozma shakldagi nishonlari bor. Bular o'zlari bilan o'xshash yoki texmi ustun ma'rif tarbiyasiga yoki qobiliyatga ega. Ammo orzu istaklarini qog'ozga yozmaydiganlarga qaraganda 5-10 hassa ko'p ishlarni vujudga chiqardi. Hayotingizning buningdan keyingi qismida nishonlaringizni belgilashda va uni ro'yobga chiqarishda foydalansangiz bo'ladigan favqulodda unumlik bir formula bor. Bu formula 7 oddiy bosqichdan tarkib topgan. Bu bosqichlarning har qanday birini o'ngishli holda hayotingizga tatbiqlay olsangiz, unumdorligingiz 2 yoki 3 hassa oshadi. Mening tarbiya programmalarimni tamomlaganlarning nurg'uni bir qancha yil, hatto bir qancha oy ichida muvaffaqiyatlarni hayron qolarlik darajada oshirgan. Birinchi bosqich zodi nimaga erishmoqchi ekanligingizni aniq belgilang. Bu ishni o'z oldingizga qilsingizmi bo'ladi yoki boshqaruvchingiz bilan ro'bro o'ltirib, sizdan nimalarning qaysi tartib bo'yicha qilinishining kutilayotganligi haqida ochiq tushuncha hosil qilganga qadar nishonlaringiz to'g'risida uning bilan munozirlashsangizmi bo'ladi. Mushuncha vala muhim masalalar haqida boshqaruvchilar bilan paranglashib baxmasdan kunlarni ahamiyatsiz ishlar bilan o'tkazayotganlarning haddi hisobi yo'qligini unutmang. Qoida: vaqtni bekor o'tkazishning eng nachar usullaridan biri hech zaruriyati bo'lmagan ishni voyaga yetkazib qilishdir. Stephen Covey bu haqda shunday degan: putingizni muvaffaqiyat shotisiga qo'yishdan ilgari uning mazmun bir tamg'a yo'lanmaganligini tekshirib ko'ring. Ikkinchi bosqich: qog'ozga yozing. Qog'oz yuzida tafakkur qiling. Nishoningizni yozma holatga keltirganligingiz uni konkretlashtirganligingizdir. Bunday bo'lganda tutqili va ko'rgili bo'ladigan bir narsani vujudga chiqargan bo'lasiz. Yana bir tarafdan yozma shaklga keltirilmagan nishon uni qo'zg'atadigan energiyasi yo'q tilak yoki fantaziyalardan boshqa narsa emas. Yezilmagan nishonlar kalladagi mujmallikka, aniqsizlikqa, nishondan eg'ib ketishga va boshqa xilma-xil xatoliklarga yo'l ochadi. 3-bosqich: nishoningizga vaqt cheki bekiting. Vaqt cheki yo'q nishonning ta'xirsizligi bo'lmasligi aniq.
Bir ishni ro'yobga chiqarishda muayyan mas'uliyatlarga yondashgan aniq vaqt cheki bo'lmasa, tabiiy holda u ishni keyniga so'raysiz va natijada mag'lub bo'lasiz. 4-bosqich nishoningizni ishga oshirish uchun qilishingiz kerak bo'lgan ishlar haqida kallingizga kelganlarning hammasini bir tizimlik holatda yozib chiqing. Kallingizda, ya'ni shuningga aloqador yangi ishlar paydo bo'lsa, unimi tizimlikka kirgizing va tizimlikni tamomlagunga qadar shunday qilishni davomlashtiring. Bu xil tizimlik nishonning suratlik nusxasini ko'z oldingizda zohirlantiradi va shu nishonni ishga oshirish uchun mangdigan yo'lingizni ko'rsatib beradi. Shundaqla nishoningizni dal vaqtida o'zingiz bekitgandek tamomlash mumkinchiligingizni oshirdi. 5-bosqich yuqorida tilga ilingan tizimlikni plan holatiga keltiring. Bu bosqichda tizimligingizdagi mazmunlarni tartib bo'yicha tizib chiqing. Nimalarni eng avval, nimalarni keyinroq qilsangiz bo'ladiganligi haqida bir qancha minut o'ylaning. Buning texmi unumli usuli shuki, bir bat qog'ozga tizimlikdagi vazifalarni 4 chasa yoki yumaloq belgilar orqali ifodalang. Andin tuz siziq va strilkalar orqali vazifalarni o'zaro tutashtirib, ularning bir-biri bilan bo'lgan munosabatini ko'rsating. Planingizni farqli bosqichlarga ayira olgan taqdirda nishoningizga naqadar oson yetganingizga o'zingizmi hayron qolasiz. Yozma nishon va tashkillik harakat plani orqali planni kallasida qoldirgan kishilarga qaraganda texmi hosuldor va unumchan bo'la olasiz. 6-bosqich. Planlaringizni darhol ijro qiling. Nima bo'lsa mayli ish qilib, bir ish qiling. Sijillik bilan ijro qilingan o'tirhal plan faqatli ijro qilinmagan mukammal plandan ming yaxshidir. Muvaffaqiyat qozonaydisangiz harakatga o'ting. 7-bosqich. Har kuni sizni bosh nishoningizga yaqinlashtiradigan ishlarni qiling. Qilishga tegishli ishlarni kundalik plan shaklida tuzib chiqing. Har kuni muhim temalarda ma'lum miqdorda kitob o'qing, material ko'ring, muayyan vaqt ajratib chiniqing. Ma'lum miqdorda chet el tili so'zligi yodlang, bir kuningizni bekor o'tkazib etmang. To'xtamay ilgirlang. Harakatga o'tgan ekansiz, hargiz to'xtab qolmang. Ana shu qat'iylik va intizomchanlikning o'zila sizning o'z muhitingizdagi eng unumdor va eng muvaffaqiyatli kishilardan biri bo'lishingizga yetadi. Aniq va yozma shakldagi nishonlar tafakkuringizga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Ular sizni rag'batlantirdi va harakatlantirdi. Ijodchanligingizni qo'zg'atib, energiyalaringizni qezib, sizni so'ralmalikdan qutuldirdi. Nishonlar muvaffaqiyat o'chqining o'tinlaridir. Nishon qancha cho'ng va aniq bo'lsa, ularni ishga oshirish jihatdimi shuncha jo'shqin bo'la olasiz. Nishonlaringiz haqida qancha ko'p o'ylansangiz, muvaffaqiyat qozonish istigingizmi shuncha kuchaydi. Doim nishonlaringiz haqida o'ylaning va ularni har kuni ko'zdan kechiring. Har kuni saharda shu paytning o'zida nishoningizga yetish yo'lidagi eng muhim ish nima bo'lsa, shuni ro'yobga chiqarish uchun harakatga o'ting. U paqini yeviting. Darhol qo'lingizga bir qog'oz eling va oldingizdagi bir yilda ishga oshirmoqchi bo'lgan 10 nishoningizni o'z ichiga olgan tizimlik tizib chiqing. Nishonlaringizni bir yildan keyin hammani ishga oshirib etgandek yezing. Hozirgi zaman fe'lining birinchi shaxs shaklida aktiv iboralarni ishlatingki, yoshurun engingiz bularni darhol qabul qilsin. Masalan, shundoq deb yozing. Men yilda mancha dollar kirim qilaman yoki ig'irliqim mancha kilo yoki mandaq markaliq mashinam bor. Andın bu 10 nishonliq tizimlikka qaytadan ko'z yugurtib chiqing va agar ro'yobga chiqqan taqdirda bulardan qaysisining hayotingizga eng ijobiy ta'sir ko'rsatganligini bekiting.
Andın aşı nişanның nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni ayrim bir qog'ozga yozing va uning uchun vaqt cheki belgilang. Plan tuzing, planning taqozosi bo'yicha harakatga o'ting va har kuni sizni aşı nishonga yaqinlashtiradigan ishlarni qiling. Ana shunchaki harakatmi butun hayotingizni o'zgartirishga qodirdir. Har bir kuningizni oldin planlang. Plan tuzish kelgusini bugunga akilib, uning uchun bir ishlarni qilish deganlikdir. Alan Lekin. Siz chuqum qanday qilganda pilni yevatkili bo'ladi degan savolni anglab baqqan bo'lishingiz mumkin. Buning javobi shuki, bir tishlamdan yeganda yevatkili bo'ladi. Undaqda eng cho'ng va eng sat paqini qanday qilganda yevatkili bo'ladi? Unimi qadam bosqichlarga bo'lib, ishni birinchi qadamdan boshlab yevatkili bo'ladi. Zehningiz, ya'ni tafakkur qilish, planlash va qaror chiqarish qobiliyatingiz unumdorligingizni oshirish va ishlarni keyniga so'rash xohishingizdan qutulish yo'lidagi eng unumli qurolingizdir. Nishon belgilash, plan tuzish va ularni ijro qilish qobiliyatingiz hayotingizga yangicha tus ato qiladi. Tafakkur va planlash qilmishlari ijodkorligingizni qo'zg'atib, ham jismoniy, ham zehniy quvvatingizni urg'itadi. Alex Mackenzie shundoq degan: har bir mag'lubiyatning ostida plansiz harakat yotadi. Harakatga o'tishdan ilgari yaxshi plan tuzish iqtidoringiz sizning universal qobiliyatingizning ko'rsatkichidir. Planingiz qancha mukammal bo'lsa, so'ralmalikdan saqlanishingiz, harakatga o'tishingiz, paqini yevitishingiz va shu tariqada sijillikqa kapolatlik qilishingiz shuncha oson bo'ladi. Xizmat hayotingizdagi eng muhim nishonlaringizdan yana biri zehniy, hissiy va jismoniy tirishchanliklaringizdan mumkin qadar ko'p natija hosil qilish bo'lishi kerak. Ishning yaxshi tarafi shuki, planlash uchun ajratilgan har bir minut ijroiyatdagi 10 minutingizni tejab qoladi. Bir kunlik plan tuzishga faqat 10 minutdan 12 minutgacha vaqt ketadi. Ammo mushunchalik sarmoyaga tayinibla 2 soat, ya'ni 100dan 120 minut vaqtingizni zoya qilib o'tishdan saqlanib qola olasiz. Siz balkim oldin tuzilgan to'g'ri plan nachar ijroiyatning oldini oladi degan 6P teoriyamasini anglab baqqan bo'lishingiz mumkin. Planlashning unumdorligingizni va ifodangizni yaxshilashda naqadar muhim rol o'ynaydiganligini bilsangiz, kundalik hayotingizda uningdan planlashdan foydalanadigan kishilarning buncha ozligidan hayron bo'lmay tura olmaysiz. Halbuki plan tuzish ajoyib oson bir ish. Buning uchun faqat qo'lingizga qog'oz qalam olsangizla kifoya. Bu jihatda eng ilg'or kompyuter, eng murakkab kompyuter programmalari yoki vaqt planlag'uchining prinsiplari o'xshash. Ya'ni siz ishingizni boshlashdan ilgari o'ltirib, qilmoqchi bo'lgan ishlaringizning tizimligini tizib chiqsangizla bo'ladi. Har doim mushu xil tizimlikka asosan harakat qiling. Yangi bir ishni planlaganda, uni qilishdan ilgari tizimlikka kirgizing. Tizimligingizga uyg'un holatda ishlashga boshlagan tunji kundan e'tiboran ish unumingizni eng kamida 25% oshira olasiz. Bir kunlik tizimligingizni oldingi kunlik xizmatingizni oyoqlashgandan keyin hozirlang. Agar oldingi kuni tamomlay olmay qolgan ishlaringiz bor bo'lsa, unimi yangi tizimlikka qo'shib yezing. Shunday qilsangiz, siz uxlayotganda yoshirin engingiz kechicha ashu tizimligingizni markaz qilgan holda harakatlanadi-da. Natijada ishingizni dastlabda o'ylaganingizdan tez va o'ngishli holda bejirishingizga yordam qiladigan o'zgacha fikrlar bilan uyg'onasiz. Qiladigan ishlaringizning tizimligini oldin tayyorlab olsangiz va buningga qancha ko'p vaqt ajratsangiz, muvaffaqiyatingiz va unumdorligingiz shuningga mos holda oshadi.
O'xshamagan nishonlar uchun o'xshamagan tizimlikka muhtoj bo'lasiz. Aldı bilan kelgusidagi muayyan bir muddatda qilmoqchi bo'lgan har bir ishingizni o'z ichiga olgan bosh tizimlikdan birini tuzing. Bu tizimlikka kallingizga kelgan fikrlarni, ishlarni va mas'uliyatlarni yezing. Agar zarur tepilsa, ba'zi moddalarni keyin chiqarib olsangizmi bo'ladi. Ikkinchidan, har oyning oxirida kelarki oy to'g'risida oylik tizimlikdan birini tuzing. Bu tizimlikka bosh tizimlikdagi ba'zi moddalarni kirgizishga bo'ladi. Uchinchidan, har haftalik ishingizni boshlashdan ilgari bir haftalik butun faoliyatlaringiz planlangan haftalik tizimlikdan birini tuzing. Bu navbatdagi haftadagi ishlaringizni qilish jarayonida tuziladigan tizimlikdir. Bu xil sistemalik vaqt planlash odatidan intayin zo'r nafga erisha olasiz. Nurg'un kishilar menga har haftaning oxirida kelarki haftalik plan tuzishga bir qancha soat vaqt ajratishning o'zlarining unumdorligini qaysi jihatda oshirganligini va hayotini qandoq o'zgartganligini so'zlab berdi. O'xshash usul siz uchunmi qarg'i keladi? Eng oxirida oylik va haftalik tizimliklaringizdagi ba'zi moddalarni, ya'ni atis qilmoqchi bo'lgan muayyan ishlaringizni kundalik tizimlikingizga kirgizishingiz kerak. Kundalik xizmat jarayonida tamomlab bo'lgan moddalarga belgi qo'ying. Shunday qilsangiz, muvaffaqiyatlaringiz ko'z oldingizda jonliq namoyon bo'lib, muvaffaqiyat va ilgirlash tuyg'ungiz kuchaydi. İlgirlayotganligingizni tizimlikdagi belgilar orqali ko'rib tursangiz, ham rag'batingiz, ham energiyangiz oshadi. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz va hurmatingiz, qadr-qimmat tuyg'ungizmi kuchaydi. Konkret va tartibli ilgirlash sizni davomli harakat qilishga undab, so'ralmalik vasvasalarning oldini oladi. Planingizning nima bo'lishidan qat'iy nazar, planning eng beshidan eng oxirida tamomlanguchi bo'lgan oraliqdagi barliq qadam bosqichlarni birma-bir tizimlikka kirgizing. Plan uchun zarur bo'lgan ishlarni muqimlik tartibi bo'yicha radga turg'izing. Ularni ko'rib turish uchun qog'oz yuzida yoki kompyuter ekranida konkretnilashtiring. Ondan muayyan bir muddat ichida shu ishlarning faqat biri bilan mashg'ul bo'ling. Shu tariqada qanchalik tez ilgirlay oladiganligingizni hayronlik ichida bayqaysiz. Tizimlik bo'yicha ilgirlagancha o'zingizni texmi unumdor va kuchli his qilsiz. Hayotingiz texmi bak kontrolligingizda bo'ladi. Tabiiy holda texmi ko'p ish qilishga rag'batlanasiz. Texmi yaxshi va ijobiy tafakkur qilishga boshlaysiz. Hozirqidimmi tez xizmat qilishga bo'lgan istikingiz texmi kuchaydi. Mushu shaklda xizmat qilishni davomlashtirgancha, g'ururligingizni yengishingizga yordam qiladigan aktiv ilgirlash turtkisi shakllanadi. Bu turtga sizga texmi ko'p energiya berdi va kun bo'yi intayin yuqori xizmat qizg'inligingizni davomlashtirishingizga yordam qiladi. Shaxsning unumdorligining eng muhim prinsiplaridan biri 10-90 prinsipidir. Bu prinsipga ko'ra siz ishingizni planlagan va o'rinlashtirganda sarf qilgan 10% vaqt ishni boshlagandan keyin 90%gacha vaqtingizni tejab berdi. Bu prinsipning to'g'ri xatoligini bilib beqish uchun uni bir qatim sinab baqsangiz kifoya. Har kuningizni oldin planlasangiz, ishlaringizni qilishning ko'p osonlashganligini bayqaysiz. İşlarınız ilgirkiga nisbatan ham tez, ham masala ko'rilmasdan tamomlanib ma'nodu. Shuning bilan o'zingizni texmi kuchli va qobiliyatli his qilasiz-da, oxirida to'xtatqili bo'lmaydigan biriga aylanasiz. U paqini yeviting. Har kunni, har haftani, har oyni oldin planlang. Qo'lingizga xotir daftar yoki bir varaq elingda, uningga oldingizdagi bir sotka ichida nimalarni qilishingiz kerakligini yezing. Kallingizga yangi narsalar kelsa, birdak tizimlik qo'shib menging. Kelgusingiz uchun muhim bo'lgan barliq planlarni va ko'p bosqichli ishlarni mushu tizimlikka kirgizing.
barlıq asosiy nişanlarınızı, planlarınızı və işlərinizi moyumluq tərtibi boyunca rədki turğuzun. Yetməkçi bolğan nişan hər vaqt көз aldığınızda bolsun. Qağaz yüzüdə təfəkkür qılın. Hər daim tizimlik boyunca işləng. Nə qədər önümdarlaşıb ketadiganlığınızğa və paqını nə qədər asan yevitidiganlığınızğa özünüzmü heyran qalısınız. براين چېيسىنىڭ «ئۇ پاقىنى يەڭ» ناملىق ئەسىرىدىن ئۆتكۈر ئالماس تەرجىمە قىلدى. مەنبە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 17 سانىدىن ئېلىندى.